2 kundan beri O'zbekistonda yangi chiqqan qarori mavzusi aylanib yotibdi. Men vafshi bu qaroringlarga, ya'ni menga o'xshagan juda ham ko'p fuqarolar bo'lsa kerak, juda ham qarshiman. Ya'ni bu qarori chiqarishdan oldin 7 o'lchab bitta kessanglar bo'lmaydimi? Osonmi o'tirib olib qarorlarni chiqarish? Bu qonunni chiqarayotgan hokimlar oldin o'ylaylar. Oldin surishtiringlar, hamma shaharda sizlarning vataninglarga dokument beryaptimi, bermayaptimi? Oldin shunga qaranglar-da, keyin chiqaraveringlar qaroringlarni. Hozir nima to'g'risida aytayotganimni aytaman. O'zbekiston fuqarolari qaysidir davlatda nima deport bo'lsa, o'shanga 2 yil O'zbekistondan chiqa olmaydigan anaqa muzlatib qo'yarmish, pasportini, qizil pasportini, pasport berilmas ekan. Ya'ni buni chiqarishdan oldinchi, qo'l qo'yishdan oldin, qaror chiqarishdan oldin bunda o'ylaydi, hey, meni qancha fuqaroyim bor, chet elda yashaydi, chet elda istiqomat qiladi, chet elda ishlaydi, lekin o'sha chet el dokument beryapti-da, o'zbek fuqarolarida bermayapti ko'plarga dokument. Ular o'sha davomida, o'sha yil davomida, oy davomida qochoq bo'lib qolishyapti. Biz dokument qolishyapti va majbur mamlakatga, Toshkentga, ya'ni O'zbekistonga ketishga majbur qolishyapti. Sizlar yana bu qaroringlarni menimcha bir atkaz qo'ymasanglar bo'lmaydi. Xalq bitta ko'tariladi, endi vafshi yomon bo'ladi har qatda. Chet eldan turib olib hech kim gapirayotgani yo'q. Xudoga shukr, dokumentlarim joyida, lekin dokumenti yo'q. Inson juda ko'p. Yosh kattasi ham, qari ham, chaqalog'i ham juda ham ko'p. O'zbekistonga borgandan keyin 2 yil kutib o'tiradimi? Sizlar boqasizlarmi ularni? Davlat boqib o'tiradimi o'sha 2 yil davomida? Bundoq chiqarishdan oldin biza 2 yil bermaymiz pasport, lekin men boqib o'tiraman deb bittamda hokim chiqsa, xatyabi sal uyalinglar, bundoq qonun, qaror chiqarishdan oldin. Chet elda hamma o'zidan o'zi shaqat o'ynagani ketayotgani yo'q. Masalan, Turkiyada hozir hamma dokument topshiryapti. Kelyapti O'zbekistondan davno уже 1 yil bo'lyapti. Hamma kutib o'tiribdi, kerak bo'lsa nima sharti bo'lsa qilyapti, lekin hech kimga bermayapti dokument. Shuncha keldim, okey, pulimni chiqarib olay, ishlaydi deb, ishlayman deb qolishyapti. Lekin shu bilan qochoq bo'lib qolishyapti. Militsiya bitta to'xtatyapti-da, deportatsiya qilyapti. Sizlar o'tga borib, urganini ustiga tepkan qilib, paqqat bularni olib qo'yinglar-da, chiqarmaylar chet elga. Voy, nima yashashga ruxsat beringlar-ey. Vafshi noroziman. Shaxsan men nomimdan vafshi noroziman. Qani norozi borlar chiqarsin, video kerak bo'lsa chiqsin tepaga. Norozi, ya'ni buni so'radinglarmi? Xalq degan bitta bundoq yurak urib turgan xalq bor-da, bundoq so'ranglar, anketa tuzinglar, da ili net degan. Oldin eshitinglar xalqni, keyin qaroringlarni chiqaringlar. Pozor.